Davlatlar o'rtasidagi munosabatlarni faqatgina diplomatik aloqalar emas, balki ta'lim ham belgilaydi. Turkiya oliy ta'lim muassasalari konsuliga hisoblangan OVA akademiyasi hamda Istanbul Kent universiteti hamkorligida ta'lim ko'rgazmasi bo'lib o'tmoqda. Nima uchun xalqaro talabalar Kent universitetini tanlashi kerak? Çok güzel bir soru öncelikle. Bir kere Özbekistan'da olmaktan çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. İstanbul Kent Üniversitesi bir kere İstanbul'da. İkincisi İstanbul'un kalbinde, merkezinde, Taksim'de ve Kağıthane'de. Avvalo O'zbekistonda bo'lganimdan juda ham xursandman. Juda yaxshi savol berdingiz. Istanbul Kent Universiteti nima sababli? Chunki Istanbul Kent Universiteti bu İstanbulning qoq markazida, qalbida joylashgan. Günü yakalamış ve 4.0'a doğru giden çağdaş bir üniversite. Yani Özbek çocukları İstanbul'da Kent Üniversitesi'nde okurlarsa gelecekleri çok aydınlık ve çok zengin. Bu o'sha eng rivojlangan universitetlar, hozirdagi o'sha eng rivojlangan universitetlardan biri hisoblanadi. Agar o'zbek o'quvchilari Istanbul Kent Universitetini tanlasa, o'zlarining kelajagini yana ham yorqinroq holatda barpo qilishlari mumkin. Evet, ama tabii İstanbul'un yine dünyanın incisi olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bu bence hepsinden belki önemli bir sebep. İstanbul'da okumak, İstanbul'da yaşamak. Bundan tashqari Istanbul dunyoni gavhari dur ekanligini ham aytib o'tishim kerak. Bu o'sha yerda o'qish hamma uchun bir faxr, iftixor. Bugun ko'rgazma meni xursand qildi, chunki bugun bizim kutayotgan talaba sonimiz 300 ta 400 ta edi, lekin hozir bugungi kunda soat 12 ga yetmasdan 1000 tadan ko'p talabamiz keldi. Qiziqish rosa katta. Bunun sababi o'ylayapmanki Istanbul Kent Universitetining O'zbekistondagi, Turkiyadagi kuchlari va O'zbekistondagi o'zini tanishtirib o'tishi, ya'ni o'zini yaxshi ko'rsatgani. Chunki hozir Turkiyada Istanbul Kent Universitetida 1000 dan ko'p o'zbek talaba o'qiyapti hozirgi paytda. Bizda o'tgan yilda 200 tadan ko'p o'zbek talabani Kent universitetiga joylashtirganmiz. Biz orqali registratsiya bo'lganlar. Inshaalloh bu yilda kutgan talaba sonimiz 500 tadan ko'p bo'ladi deb o'ylayapmiz o'zbek talabalari bo'yicha. Turkiyada o'qishni maqsad qilgan o'zbek talabalariga OVA akademiyasi tomonidan qanday qulayliklar va imtiyozlar yaratib berilmoqda? OVA Akademiya O'zbekiston Toshkentda ochilgan kundan beri qo'ldan kelguncha O'zbekiston bilan turk talabalari orasida, Turkiyadagi universitetlar orasida ko'prik bo'lishga harakat qilyapti. O'tgan yilda biz 200 tadan ko'p talabaga bepul talabalarning hech bir xizmat puli olmasdan sirazu universitetlarga kirgizishga harakat qildik. Bu yilda inshaalloh 500 taga yaqin talabaga biz bepul xizmat berishga harakat qilyapmiz. Bundan tashqari bu yil inshaalloh may oyining oxirigacha registratsiya bo'lgan talabalarga da biletlarimiz 100 tadan ko'p bilet podarka beriladi talabalarimizga. Bundan tashqari studentlarimiz u yoqqa borganlarida universitetlarning ichlarida o'zimizning xodimlari bo'ladi. O'zimizning o'zbek kerak bo'lsa xodimlari ham bo'lib, yordam berib studentlarimizga yordam berishga harakat qiladi. Bugun tashkil qilingan asosiy ko'rgazmaning asosiy maqsadi biz endi uzoq bir oylik taxminan muhokamalardan so'ng Kent universitetining rektorini O'zbekistonga taklif qilishga muvaffaq bo'ldik, ya'ni erishdik bunga. Endi bilasizmi, bundan asosiy maqsad baribir qardosh o'lkalar birinchi tomondan, mental va ruhiy tomondan ham o'zbek va turk o'lkalari deyarli bir xil deb o'ylayman va juda ham bir qaysidir manda foydali o'ta katta o'quvchilar uchun ham. Sababi universitet tomonidan ikki xil diplom beriladi. Bu o'sha ma'lum va xalqaro diplomlar. Bu diplomlar bilan kelajakda masalan Amerika davlatlari, Yevropa davlatlari, O'zbekiston yoki bo'lmasam Turkiyaning o'zida ham bemalol ishlash, malaka oshirish imkoniyatini beradigan diplomlar hisoblanadi. Buning uchun biz tayyormiz va o'quvchilarni kutib qolamiz. Kent universiteti o'zining qulayliklari va sharoitlari bilan Yevropa davlatlarining universitetlari bilan farq qiladi. Mana bu prezentatsiyada aytib o'tdilar, Kent universitetining o'sha rektor, universitet talaba ustozlari, ya'ni agar o'qigan jarayonimizni, ya'ni Yevropa davlatlariga amaliyotni o'tib bo'ladi. Ya'ni sizda ikkita diplom bo'ladi. Ham masalan Kent universiteti masalan Yevropa davlat, masalan Germaniya yoki Fransiya, Italiyada amaliyotni o'tsangiz, u yerdan ham sizga diplom beriladi. Ya'ni yana bir qulayliklari shundan iborat ekanki, Kent universitetining
diplom O'zbekistonda 100% o'tilar ekan. Mana shu tomonlama menga Kent universiteti juda ham yoqdi. Nasib bo'lsa hozir bakalavrni tugataman, magistraturani Kent universitetiga topshirmoqchiman.